Juda oson Schalker ferma. Soatiga 350 ta Schalker olib keladi. Demak, qurishni boshlaymiz. Demak, endi shahriga kelib, xohlagan joydan tepaga qarab 20 blok quramiz. Xuddi mana shu barglardan qurish kerak. Xuddi shunday qurib olamiz. Va yana bir blok qilib, tepadagi bitta blokni qoldirib, qolgan hammasini sindirib chiqamiz. Mana hammasi tayyor. Endi bu yerga bir paqir suv qo'yamiz. Keyin pastga chestdan bitta olib, bu yoqqa bitta qo'yamiz. Va varonkalarni olamiz. Ikkita qo'yamiz. Bitta, ikkita. Va bargni olamiz. Bu yeriga ham xuddi bu tarafidan ham qilamiz. Orqasidan ham. Keyin esa ikkita qilib yon taraflaridan ham qilib chiqamiz. Mana tayyor. Endi tosh blokdan olamiz. Men ko'rsatgandek qilib qo'yib, mana bu yerga bu blokdan qilib sindirib olamiz. Mana bunday tugmalardan olamiz. Toshlarni atrofiga aylantirib qo'yib chiqamiz. Mana. Keyin esa bu yerga turib, mana bunday qilamiz. O'tirgan holda buni qo'yamiz. Burchaklaridan, barglardan qo'yamiz. Bizga spawn uchun joy bo'lishi uchun va bu survival uchun bo'lgan Schalker ferma. Chatga kirib Schalker tuxumini olamiz va ichkariga ikkita Schalkerni joylashtiramiz va survival rejimiga o'tamiz. Survivalga o'tdik. Endi mana bular meni otaman deydi. Orqasidagi otgandan keyin bunisi o'ladi. O'lgandan keyin bu joyda yana paydo bo'lib qolaveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'lyapti, lekin joyida boshqasi spawn bo'lyapti. Va bu yerda hozircha Schalkerlar yo'q, lekin spawnda yarim soatcha tursangiz Schalkerlar juda ham ko'payadi. Bu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan oddiy odam bo'ldi.